Navro'zi olam azaldan sharqona yangi yil, yangilanish fasli, uning bahor nafasini boshlab kelishi xalqimizning qalbiga chuqur singib ketgani bilan qadrlidir. Go'zallik bayrami joylarda qadriyatlarimizga aks etgan sayllar bilan boshlab yuborildi. Sirdaryo viloyatidagi bayram sayllaridan muxbirimiz xabar qiladi. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z. Bugun Guliston tumani aholisi bayramni shu g'oya asosida birdamlik, hamjihatlikda nishonlamoqda. Azaldan milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan Navro'z xalqimizga xos ezgulik, bag'rikenglik, insonparvarlik, mehr-oqibat bayrami hisoblanadi. Tuman ahli qadriyatlarimizni o'zida boricha mujassam etgan bayramga katta tayyorgarlik ko'rgan. Davraga momolarimizning childirmasi-yu, jarangiga mos laparlar, opa-singillarimizning sho'x-shodon kulgilari o'zgacha zavq bag'ishlamoqda. Ayni vaqtda biz Guliston tumanidagi yoshlar davrasidamiz. Bugun Guliston tumanidagi yoshlar Navro'z bayramiga qanday tayyorgarlik bilan kelishgan? Bilasiz, Navro'z bizning milliy bayramimiz. Shundan kelib chiqib, biz mana shu inson ijtimoiy xizmatlar markazining faol ishtirokchilari bayramni ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun shu yerdamiz. Ko'p choralarimiz, milliy taomlarimizni ham ushbu tadbirda sayldagi ishtirokchilarni noz-ne'matlar qatoriga qo'yganmiz. Aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etadigan hududda bayram saylida yangi O'zbekistonimizning yoshlari ham o'z salohiyatlarini ko'rgazmali chiqishlarda aks ettirishdi. Sportchilarimizning chiqishlarini barcha ishtiyoq bilan tomosha qilishdi. Bu yil biz Toshkentda bo'lib o'tgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni oldik. Ishlarimiz bilan yaxshi ishtirok etib, o'zimizni namunali ko'rsatishga harakat qilmoqdamiz. Navro'z bayrami arafasida biz taqdirlandik. Bundan biz juda ham xursandmiz. Navro'z sayli ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlariga bir olam quvonch bag'ishladi. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizdagi an'analarimizga muvofiq bayramda 27 nafar bolajonlarning sunnat to'ylari o'tkazib berildi. Kelajakda farzandlarimni yurtimizga kerakli munosib inson qilib tarbiyalayman. Farzandlarimizga mana sovg'alar berdi, velosipedlar. Buning uchun juda xursandmiz. Hammaga rahmat aytamiz. Qalblarni bir olam quvonchga to'ldirgan Navro'z bayrami Guliston tumanida o'ziga xos ko'rinish va xalq sayllari bilan tantana qilindi. Bayram tadbirlari tumandagi har bir mahallalarda shu tarzda davom etmoqda.